Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, mana shu ko'rib turgan 200 problemasi 0.20 ошибка chiqqan. Chek yongan tabloda, undan tashqari ABSlar ham bir narsalar yonib ketgan. O'zi aslida bilasizlar, katalizator erib ketgan vaqtida 3 xil, 4 xil ошибкаlar chiqib ketib qoladi. O'zi aslida katalizator bitta yangi qo'yiladi, zakonni u hamma ошибкasi yechilib ketadi akalar. Pradolarda, Lexuslarda, inomarkalarda shunaqa bo'ladi akalar. Mabodo sizlarda ham mashinalarda chek yongan, rasol ko'payib ketgan yoki bo'g'ilgan holatlar bo'lsa, olinmaslarga aloqaga chiqadi. Ekranlarda telefon raqamlari bor. Chilonzor 13 kvartal manzilimiz akalar. Liboy mashinaga katalizator yengisi ham, rabochisi ham yoki ichiga qorni yorib ichiga yig'ib berish xomashyo ham bor, ko'rayotganlaringizdek mana. Euro 1 dan Euro 6 gacha katalizatorlar bor akalar. Podpiskalarga esdan chiqmasin, kuzatish davom etinglar. Olinmaslarga aloqaga chiqish esdan chiqmasin akalar. Bundan tashqari motor, ходовой, ruloviy kolonka, mexanika korobkalar bilan ham shug'ullanamiz akalar. Kompyuterni diagnostika, kompyuterni programmalar urish kerak bo'lsa, Spartini 1-2 stejlar uradigan bo'lsa ham aloqaga